Assalomu barchaga. Demak, bugun 3-darsimiz. Uchburchaklarda perimetr, mediana, bisektriса va balandlikka oid masalalar. Xo'p, demak, masalalarni bir bosh hammasini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Demak, bizda birinchi masala. Xo'p, demak, uchburchakning birinchi tomoni x 5 cm dan katta ekan bizda x. Ikkinchi tomoni undan 3 cm qisqa, uchinchi tomoni esa birinchisidan 2 cm uzun. Shu uchburchakning perimetrini toping. Demak, bizda birinchi tomonimiz x bo'lyapti, ikkinchisi undan 3 cm ga qisqa. X minus 3. Endi bizda uchinchi tomonimiz bo'lyapti, birinchisidan 2 cm uzun. X plus 2. Shu uchburchakning perimetrini toping. Bilamizki, birinchi tomon a, ikkinchi tomon b, uchinchi tomon c bo'lsa, perimetr topish a plus b plus c orqali hisoblanadi. Demak, bizda perimetr x minus 3 qo'shilgan x plus 2 orqali topiladigan bo'lsa, bizda 3x minus 1 uchburchagimizning perimetriga teng bo'lyapti. Demak, 3x minus 1 degan javob C variantda berilgan. Xo'p, endi bizda ikkinchi masala. Xo'p, aytayaptiki, a ning qanday qiymatlarida uzunliklari mos ravishda ga teng bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash mumkin? Xo'p, yaxshi. Demak, biz bu masalani ishlashda uchburchak tengsizligidan foydalanishimiz mumkin. Uchburchakni birinchi chizib olamiz. Tushunarliroq bo'lishi uchun birinchi tomonimiz 1 plus a. Ikkinchi tomonimiz 1 minusdan 2a. Uchinchi tomonimiz bo'lsa 2. Xo'p, uchburchak tengsizligiga ko'ra ikkita tomon yig'indisi uchinchi tomondan katta, lekin ayirmasi o'sha uchinchi tomonimizdan kichik bo'lishi kerak. Masalan, xo'p, aytaylik 1 plus 2, misol uchun 1 plus 1 plus a qo'shilgan 2 yana adashdim. Ayrilgan 2 deylik. Chunki ikkita tomonning ayirmasi deb boshlanyapti qoidamiz. Ikkita tomonning ayirmasi uchinchi boshqa bir tomon, ya'ni 1 minus 2a ni qiymatidan kichik, lekin bu ikkalasining yig'indisi mana shundan katta bo'lishi kerak, ya'ni 1 plus a plus 2. Qo'shib tengsizlikni ishlab qo'yamiz endi. Xo'p, demak, modulning ichida a minus 1 hosil bo'lyapti. Kichik 1 minus 2a kichik, bu yoqda bo'lsa a plus 3. Xo'p, endi buni alohida qiladigan bo'lsak, modulosda a minus 1 kichik 1 minus 2a dan va 1 minus 2a kichik a plus 3 dan. Sistema. Xo'p, mana bu modul ichiga qaraydigan bo'lsak, a minus 1 turibdi. Bizda a ning qiymatlar oralig'ini berib qo'ygan mana bu yerda. Ya'ni a ning qiymati minus 1 dan 1 taqsim 2 gacha. Xo'p, endi minus 1 dan 1 taqsim 2 gacha bo'lgan sonlardan birini ayiradigan bo'lsak, bizda aniq mana bu modul ostidagi qiymat, ya'ni mana bu yer manfiy bo'lib qoladi. Shuning uchun biz modulni ochish paytida oldiga minus qo'yamiz. Minus a minus 1 kichik 1 minus 2a dan. Xo'p, pastdagisi bo'lsa, a'lar bir tomonga o'tadigan bo'lsa, sonlar ikkinchi boshqa bir tomonga o'tadigan bo'lsa, minus 2 u 3a hosil bo'lyapti. Xo'p, yuqoridagi tengsizligimiz minus a plus 1 kichik 1 minusdan 2a, pastdagisi minus 2 kichik 3a. Xo'p, yuqoridagisini soddalashtiradigan bo'lsak, bizda a kichik 0 dan hosil bo'lyapti, pastdagisi a katta minus 2 taqsim 3 dan hosil bo'lyapti. Bu endi ikkalasini kesishtiradigan bo'lsak, bizda minus 2 taqsim 3 dan 0 gacha degan a ning qiymatlar uchburchak yasash uchun a ning mumkin bo'lgan qiymatlar oraliq kelib chiqadi. Demak, bu variant bizda, xo'p, adashmasam Y variantda berilgan. Xo'p, uchinchi masala. Xo'p, yana bir narsa aytib o'tib ketishim kerak. Mana shu ishlanganlari, ya'ni mana shu yechimlarni Telegram kanalimizga joylab tashlab boramiz hammasini. Telegram kanalimiz matematika
tag chiziq premium. Mana shu nom ostida bizning kanalimiz o'z faoliyatini yurityapti. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha shu geometriya mavzularining oxirigacha tahlilini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bundan tashqari o'sha kanalimizga qo'shilib olsanglar, kerakli fan uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar, formulalar, qanaqadir testlar, manbalar tashlab boriladi. Bemalol o'tib foydalanishingiz mumkin. Kanalda linkini o'sha hozirgi mana shu videomizni opsiyasida ham qoldirib qo'yamiz. Xo'p, demak bizda 3-misol bir qator reklamamiz o'tib ketdi mana orada. Xo'p, demak 3-misolimiz nima deyapti? Perimetri 24 bo'lgan uchburchakning balandligi uning perimetrlari 14 va 18 bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Xo'p, demak perimetr 24 bo'lgan uchburchakning balandligi. Aytaylik, bizda bitta uchburchak bor ekan. Uchburchagimizda bitta balandligi o'sha perimetri 24 bo'lgan uchburchagimizni ikkita uchburchakka ajratyapti. Mana bunisi birinchisi, bunisi ikkinchisi deb qaraydigan bo'lsak, shunda birinchi uchburchagimizni perimetri P1 14 bo'libdi, P2 bizda 18 ga teng bo'libdi. Xo'p, ikkita uchburchakka ajratdi. Demak, berilgan uchburchakning balandligini toping degan bizga masala sharti qo'yilyapti. Xo'p, bu masalani osongina bitta formulasi ham bor, lekin formuladan ketmaslikka harakat qilamiz. Imkon qadar shu keltirib chiqaramiz. Xo'p. Demak, qaranglar, uchburchagimizning tomonlarini A, B va umumiy holatda bu tomonni S deb belgilashga kiritamiz. Mana bu 3 dan balandlik tushgan joygacha bo'lgan qismini x deb belgilaymiz. Qolgan qismi o'z-o'zidan s minus x bo'ladi. Endi balandligimizni h deb qo'yaylik. Endi birinchi uchburchakka qaraydigan bo'lsak, bizning tomonlari a, h va x bo'lyapti. Uchalasini qo'shadigan bo'lsak, a plus h plus x masala shartiga ko'ra 14 ekan. Endi ikkinchi uchburchagimizdagi tomonlari b, h, s minus x bo'lyapti. Endi bularni qo'shadigan bo'lsak, b plus h qo'shilgan s minus x endi bizda 18 ga teng ekan. Sistema. Bizdan so'ralgani uchburchakning balandligi, ya'ni h. Xo'p, nima ish qilish kerak? Shunda mana shu sistemani agar qo'shib yuboradigan bo'lsak, bizda a plus h plus x plus b plus h plus s minus x teng bo'lyapti. Xo'p, 32 ga. Mana bu x'lar qisqarib ketadigan bo'lsa, a, b, s. Bizda bu uchburchak perimetrini beradi. Mana bu h'lar ikkita, shuning uchun 2h teng 32. Bizda uchburchak perimetri berilgan 24. Perimetrni 24 ni olib kelib yozamiz. 2h teng 32. H teng, demak, bu yerdan xo'p 32 dan 24 ni ayirib 2 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, bizda balandligimiz 4 ga tenglik kelib chiqyapti. Endi bu o'sha keltirib chiqarish yo'li. Endi xuddi shunga o'xshagan misollar uchun formula ham qilib keltirib beramiz. Masalan, h teng bu p1 plusdan p2 minus p taqsim 2. Mana shu orqali ishlasanglar ham chiqaveradi. Bu ham mana shu hozir yozgan formulamiz xuddi shu usulda keltirib chiqarilgan formula. Xo'p, masalan, p1 14, p2 18, p 24. 2 ga bo'lamiz va h kelib chiqadi. Yig'inda bizda 32, 24 da ayiradigan bo'lsak 8, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 4. Ikkalasida ham baribir o'sha 4 degan javobimiz kelib chiqadi. Xo'p, endi bizda keyingi masala, xo'p, demak 4 degan javob bizda D varianti berilgan ekan. Xo'p, keyingi masalamiz 4-masala. Xo'p, A ning qanday qiymatlarida uzunliklari mos ravishda bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash mumkin. Xo'p, yana buni o'sha uchburchak tengsizligiga qo'yamiz. Demak, bizda xo'p, uchburchak tomonlari 1 plus 2a, 1 minus a va 2.
Adashmasam bu sal oldingi misol bilan berilishi ham bir xil shekilli. 1 plus a 1 minus unda minus 2a ekan, bunda 1 plus 2a bo'lyapti. Mana ishlab ko'ramiz buni ham. Xo'p, demak, uchburchak yasash mumkin bo'lgan aniq qiymatlarini topishimiz kerak. Yana o'sha uchburchak qo'sh tengsizligi. Xo'p, uchburchak tengsizligiga qo'yadigan bo'lsak, qaysi tomonlarni qo'yishimiz mumkin? Keldi, farqi yo'q. Masalan, bu ikkalasini ayirmasi 2 dan kichik, yig'indisi 2 dan katta deb shart qo'yamiz. Xo'p, 1 plus 2a ayrilgan 1 minus a. Mana shu ikkala tomonimizni uzunliklarining ayirmasi kichik bo'ladi 2 dan, lekin 2 bularning yig'indisidan kichik bo'ladi. Ya'ni 2 dan katta bo'ladi demoqchi bu ikkalasining yig'indisi. Xo'p, o'ng tomonda bizda 2 plus a hosil bo'lyapti. O'rtada 2. Xo'p, chap tomonda bo'lsa modul ostidagi qavslar ochib oladigan bo'lsak, 1 plus 2a minus 1 plus a. Demak, minus 1 bilan 1 qisqarib ketsa, modul ostida 3a 2 plus a. Xo'sh, endi bizda hosil bo'lyapti modul ostida 3a kichik 2 dan, xo'p, va 2 kichik 2 plus a dan ko'rinishidagi tengsizlik hosil bo'lyapti. Nimagadir bundan oldingisi bilan bir xil bo'lib qoldi. 1 minus a. Yo'q, sal farq qilar ekan u bilan. Xo'p, yaxshi, davom etyapmiz bo'lsa. Xo'p, 4-masala edi. Xo'p, demak, qo'sh tengsizlikda ishlamoqchimiz. Sistemaga keltirdik buni. Sistemamizning birinchi qismida modulli tengsizlik hosil bo'lyapti. Modul ostida 3a kichik 2 dan bo'ladigan bo'lsa, demak 3a kichik 2 dan yoki katta minus 2 dan bo'lib ochiladi bu. Endi mana bu ikkinchisini ishlaydigan bo'lsak, bizda a katta 0 dan hosil bo'lyapti. Xo'p, yuqoridagi mana bu qismning javobi minus 2 taqsim 3, bu yog'i a, tomoni 2 taqsim 3. Pastdagisi a katta 0. Ikkalasining kesishmasi bizda 0 dan 2 taqsim 3 gacha degan javob kelib chiqyapti. 0 dan 2 taqsim 3 gacha. Xo'p, bu variant mana C javobda berilgan ekan. Xo'p, demak, o'sha uchburchak tengsizligiga qo'yib tashlaydigan bo'lsak, yana bu misolimiz masalasi hal bo'ldi. Xo'p, keyingisi 5-masalamiz. Uchburchakning birinchi tomoni x, ikkinchi tomoni undan 4 cm qisqa. Uchburchagimiz tomonlari a, b, c bo'lsa, birinchi tomoni x, ikkinchi tomoni undan 4 cm ga qisqa, x minus 4. Uchinchi tomoni esa birinchisidan 3 cm uzun, ya'ni birinchisi x edi, 3 cm uzun ekan o'shandan. Shu uchburchakning perimetrini toping. Uchalasini qo'shadigan bo'lsak, bizda 3x minus 1 hosil bo'lyapti. Demak, perimetrimiz 3x minus 1 ga teng. Xo'p, 3x minus 1 a variantda berilgan. 6-masala. Xo'p, uchburchakning birinchi tomoni x, ikkinchi tomoni undan 2 cm qisqa. x minus 2, uchinchi tomoni esa birinchisidan 3 cm uzun. Uchinchi tomoni birinchisidan 3 cm uzun. Birinchisiga 3 qo'shib qo'yamiz. Shu uchburchakning perimetri uchalasining yig'indisi bo'ladi. Uchalasining yig'indisi 3x plus 1 ga teng. 3x plus 1 bizda Y variantda berilgan. Xo'p, 7-masala. Xo'p, A parametrining qanday qiymatlarida uzunliklari mos ravishda ga teng bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash mumkin? Xo'p, yaxshi, buni ham ishlab qo'yamiz bo'lmasa. 1 plus 4a birinchi tomonimiz, ikkinchi tomonimiz 1 minus a, uchinchi tomonimiz 2a. Bu ham xuddi o'sha narsa. Hozirgi mana bu qayerda ko'rdik? 4-masalada ko'rdik. Yoki bo'lmasa, mana bu 2-masalada ko'rdik. Shunga o'xshash ishlanadi. Ya'ni, misol uchun mana bu ikkalasini ayirmasi va yig'indisini mana bu 2 ga nisbatan olaylik. Ya'ni
birinchi va ikkinchi tomonni gapiraman. Birinchi va ikkinchi tomonlarning ayirmasi 1 plus 4a minus 1. Endi ayirgan paytimizda plus a bo'lib qoladi. Ayirmasining moduli kichik bo'lyapti 2a dan. 2a kichik bo'lyapti o'sha birinchi va ikkinchi tomonlar yig'indisidan. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, hop 2 plus 3a. Modul uchun soddalashtiramiz. Modul ostida 5a 2a dan kichik 2 plus 3a. 2a katta modul ostida 5a dan 2a kichik 2 plus 3a dan. Hop, yuqoridagi hop. Endi bu sistemamizning birinchisi. Modulli tengsizlik. Modul ostida 5a kichik 2a dan. Buni qanaqa ishlash kerak? Endi buni ishlashda har xil yo'llar bor. Endi o'zimizga qulay bo'lgan bitta soddaroq yo'ldan ishlab ketaveramiz. Masalan, menga qulay bo'lgan yo'l hozirgi vaziyatda ikkalasini bir tomonga bo'lish kerak. Ya'ni minusdan 2a kichik 0 holatiga keltiraman. Va endi hop modul osti 0 ga teng. Ya'ni sonli oraliq bo'yicha qarayman. Manfiy va musbat oraliqlar bo'yicha. Chunki a ni o'rniga manfiy sonlar qo'yadigan bo'lsam, modul ostiga minus qo'yib olishim kerak. Agar musbat son deb qaraydigan bo'lsam, biz bularda hop uzr, mana shu yerda ozgina menda xatolik ketdi. Shuni shoshdim men ozgina. Oraliqqa qo'ygandan keyin bu yerdan son olish kerak. Hop, -1 qo'yamiz birinchi. -1 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bizda -1 ko'paytirilgan 5 -5 moduli bo'lsa 5. -1 qo'yadigan bo'lsak 2. Bu oralig'ida ifodamiz musbat bo'lyapti. Endi masalan 1 qo'yadigan bo'lsak, 5. Bu yoqda ayrilgan 2 bo'lib qoladi. Bu 3. 3 0 dan kichik emas. Bu vaziyatda ham demak musbat chiqar ekan. Xo'p, demak bu tengsizligimiz yechimga ega bo'lmayapti. Ya'ni mana bu ifodamiz bizda nima desa bo'ladi? Manfiy bo'lmas ekanda hech qachon. Ya'ni o'sha 5a minusdan 2a bu hech qachon manfiy bo'lmas ekan. Agar biz musbat son qo'yadigan bo'lsak, qaranglar, modulda tashlab yubordim. Aytaylik, minusdan 2a kichik 0. A musbat son deyapmiz. 3a 0 dan kichik bo'lmaydi-da, bu bo'sh to'plam. Agar a manfiy bo'lsa-chi, modulda oldiga minus qo'yib ochaman. -2a kichik 0. Bu -7 degani a bizda manfiy son 7 ga ko'paytirsak, bu musbat son degani musbat son 0 dan kichkina emas. Demak birinchi holatda bu yechimga ega bo'lmayapti. Xo'p, ya'ni bo'sh to'plam chiqyapti. Endi ikkinchi vaziyatni ham tekshirib qo'yaylik. Xo'p, bunisida xo'p, a katta -2 dan bo'lyapti. Xo'p, endi qaranglar. Mana shu yerda bitta savol tug'iladi. Birinchisidan bo'sh to'plam chiqqan bo'lsa, ikkinchisidan a katta -2 chiqqan bo'lsa, bularning kesishmasi qanaqa bo'ladi? Masalan, kesishmasi qaranglarda, hozir birinchisida agar bo'sh to'plam chiqayotgan bo'lsa, umuman bo'yalmaydi. Ikkinchisida bo'lsa, -2 ni shunday belgilab turib, -2 dan kattalari kesishgan soha bormi? Bu yerda kesishgan soha yo'q. Shuning uchun bu holatda bo'sh to'plam deb olinadi. Ya'ni mana bu umumiy holatda biz yozgan qo'sh tengsizligimiz yechimga ega bo'lmayapti. Demak, bunaqa vaziyatda bizda uchburchak yasash mumkin emas ekan. Ya'ni uchburchakda yasash mumkin bo'lgan qiymatlari yo'q deymizda, biz mana bu C variantini olamiz. Xo'p, 9-masalamiz bizda perimetri 30 ga teng bo'lgan uchburchakning bisektor hissasi uni perimetrlari 16 va 24 bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Berilgan uchburchakning bisektor hissasini toping. Xo'p, bu ham sal oldin ishlaganimiz o'sha balandlikka oid masala bilan bir xil ekan. Ya'ni L teng P1 qo'shilgan P2 minus P taqsim 2 orqali ishlab ketaveramiz. Buni ham shu isboti mana shu holatda ko'riladi. Ya'ni A, B, S, X, H endi H o'rniga L deb belgilashlar kiritiladi va shu bo'yicha formulani keltirib chiqarish mumkin. Xo'p, ishlab qo'yadigan bo'lsak, bizda 16 plusdan 24 ayrilgan 30 taqsim 2. 40 ayrilgan 30 taqsim 2. Demak, bizda bisektor hissamiz 5 bo'lgan ekan. Xo'p, 5 degan javob bizda mana bu Y variantida berilgan. Keyingisi 10-masala.
Xo'p, uchburchakning 5 ga teng bo'lgan balandligi, uni perimetrlari 18-26 bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Berilgan uchburchakning perimetrini toping. Demak, endi bizdan berilgan uchburchakning perimetri so'ralyapti. Xo'p, bizda uchburchakning 5 ga teng bo'lgan balandligi, ya'ni bizda h bor ekan. Mana shu p1 plus p2 minus p taqsim 2 orqali topilardi. Bizda h 5 ga teng, p1 18 ga teng, p2 26 ga teng va mana shu p noma'lum. Tenglamani ishlab p ni topadigan bo'lsak, bizda p ning qiymati xo'p 44 ayrilgan 10 ga teng bo'lyapti. Xo'p, 30 14 44. Xo'p, to'g'ri. Demak, bizda perimetr 34 ga teng ekan deb mana C varianti olib ketishimiz mumkin. 11-misol. Uchburchakning tomonlari o'rtalarini tutashtirib, xo'p, perimetri 65 ga teng bo'lgan uchburchak hosil qilindi. Berilgan uchburchakning perimetrini toping. Xo'p, yaxshi. Uchburchakning tomonlari o'rtalarini tutashtirib, tomonlari o'rtalari tutashtirildi va yangi uchburchak hosil bo'ldi. Perimetr 60 ga teng bo'lgan uchburchak hosil qilindi. Ya'ni mana bu ichkaridagi uchburchagimizni perimetri bizda 65 ga teng ekan. Xo'p, bizdan berilgan uchburchakning perimetrini so'rayapti. Misol uchun mana bu berilgan uchburchak ABC deb qaraydigan bo'lsak, bizdan mana shu PABC ning qiymati so'ralyapti. Eslab qolaylik, uchburchak o'rtalarini tutashtirishdan hosil bo'lgan uchburchakning perimetri berilgan katta uchburchakning perimetrining yarmiga teng. Ya'ni mana bu katta uchburchakning perimetri P1 ni ikkilanganiga teng bo'lib qoladi. Sababi bu o'rta chiziq formulasidan kelib chiqadi. Ya'ni mana bu tomonimiz mana bu asosning yarmiga teng. Xuddi shu tartibda bunisi buni yarmiga teng, mana bu buni yarmiga teng. Ya'ni tomonlarning ikkilantirilgani bo'lib qoladi katta uchburchakda va ularning yig'indisi mos ravishda perimetrni beryapti. 12 ga ko'paytirsak, katta uchburchagimiz perimetri kelib chiqaveradi. Demak, bizda perimetr 130 ga teng ekan deb Y variantini olishimiz mumkin. Xo'p, 12-masala. Xo'p, agar uchburchakning tomonlari turli butun sonlar bo'lib, uning perimetri 15 ga teng bo'lsa, tomonlarni aniqlang. Xo'p, javoblar berilgan ekan, javoblar bo'yicha ketsak ham bo'laveradi bunda. Xo'p, A variantimizda 3, 5, 7 berilyapti. Yig'indisi 15 bo'ladimi? 15 bo'lar ekan. Uchburchak tengsizligini qanoatlantiradimi? Xo'p, ikkalasining yig'indisi 3-sidan katta, to'g'ri. Ayirmasi kichik, to'g'ri. Xo'p, yig'indisi katta, ayirmasi kichik. Demak, 3, 5, 7 mos kelar ekan hozircha. Xo'p, B variant 4, 4, 7. Xo'p, yig'indisi necha bo'lyapti? 15 bo'lyapti. Xo'p. Men aytib qo'yibdi, uchburchakning tomonlari turli butun sonlar bo'lib deyapti. B variant chiqib ketdi. Chunki bu yerda turli bo'lmagan ikkita son kelib qoldi. Bo'ldi, B variantni tashlab ketdik. Xo'p, C variant. C variantda 4, 5, 6 berilyapti. Bundan uchburchak yasash mumkinmi? Yasash mumkin. Ikkalasining yig'indisi 6 dan katta, ayirmasi 6 dan kichik. Xo'p, bu ikkalasini qaraydigan bo'lsak, yig'indisi 4 dan katta, ayirmasi 4 dan kichik. Yoki 6 bilan 4, yig'indisi 5 dan katta, ayirmasi 5 dan kichik. Mos kelar ekan. Xo'p, bizda hozircha A bilan C turibdi. D variant 3, 4, 8. Uchburchak tengsizligini qanoatlantirmaydi, sababi mana bu ikkala tomonning yig'indisi 3-tomondan katta bo'lishi kerak edi, lekin unaqa bo'lmayapti. D variant chiqib ketdi. Y variantga qarasak 3, 5, 7, 4, 5, 6. A bilan C ni bitta javobga mana jamlab berib qo'yibdi. Demak, bizda 12 uchun Y variant deb olib ketishimiz mumkin. Xo'p, 13-misol bizda teng yonli uchburchakning perimetri 10 ga teng, yon tomoni asosidan 12 marta uzun. Uchburchakning asosi qanchaga teng? Xo'p, demak bizda teng yonli uchburchak perimetri 10 ga teng. Xo'p, yon tomoni asosidan 12 marta uzun, ya'ni yon tomoni, ya'ni mana bu tomon asosidan 12 marta uzun. Agar asosi x bo'ladigan bo'lsa, bu 12x degan gap bilan bir xil. Yoki bo'lmasa sal boshqaroq qilib turib, mana shuni nima deyish mumkin? Xo'p.
Mana buni ham o'chirib yuboraman. Tomon agar A bo'ladigan bo'lsa, bu 12A. Bu yog'i ham 12A. Chunki bu teng yonli, ikkita yon tomon teng bo'ladi. Xo'p, perimetr uchala tomonning yig'indisi bu hop 24 u 25A bo'lyapti. 10 ga tenglaydigan bo'lsak, A teng 2 taqsim 5. Demak, A ning qiymati bizda 0.4 ga teng ekan. Bizdan so'ralgani uchburchakning asosi qancha edi? Asos A edi. A demak 0.4 ga teng ekan deymiz va biz qaysi javobni olyapmiz? Bizda A javob to'g'ri ekan mana. Xo'p, endi 14-masala. Xo'p, 14. Xo'sh, 14. ABC teng yonli uchburchakda hop AB teng BC. AB yo'q, shuni sal to'g'ri yozdim. Endi mos kelyapti. ABC teng yonli uchburchakda AB bizda BC ga teng. AB ayrilgan AC hop AB ayrilgan AC. Ikkovini ayirmasi 3 detsimetr. Perimetr 18. AB plus AC ni toping. AB plus AC ya'ni A plus B ni toping. Perimetr 18. Xo'p, qaranglar o'zi bu teng yonli uchburchak ekan. AB agar tomon uzunligini A desak, BC ham A bo'ladi. Perimetrimiz shunda 2A plus B ga teng. Oddiygina sistema. A minus B 3 ga teng, 2A plus B 18 ga teng. Sistemaga oladigan bo'lsak, bitta qo'shib yuboramiz. 3A ning qiymati 21 ga tushyapti. A teng demak 7 ekan. Xo'p, A teng 7 bo'ladigan bo'lsa, B teng shunda necha bo'lib qolyapti? B teng 4 ekan. Istalgan bittasiga borib topyapmiz. Xo'p, bizdan so'ralgani A plus B ning qiymati 7 plus 4. Demak, 11. 11 degan javob E variantida berilgan. Xo'p, 15-masalamiz. Uchburchakning BC tomoniga hop ABC uchburchakning BC tomoniga AD to'g'ri chiziq shunday tushirilganki, burchak SAD va burchak ACD ABC va ABD uchburchaklarining perimetrlari mos ravishda 37 va 24 ga teng. AC tomonining uzunligini toping. Hop, to'g'risi masalan boshingizdan chiqib qoldi. Oxiriga yetib borguncha. Hop. Endi chizib olamiz birinchi. Ketma-ket o'sha masalani berilgan shartlari bo'yicha belgilashlar kiritib ishlab ketaveramiz. ABC uchburchakning BC tomoniga ABC uchburchakning BC qani BC? Mana BC tomon. BC tomoniga AD to'g'ri chiziq shunday tushirilganki, AD demak A uchidan chiqib turgan qanaqadir chiziq. AD to'g'ri shunday tushirilganki, burchak SAD. Mana bu burchak ACD mana. Shu ikkalasi burchak teng, ikkala burchak teng ekan. Bu alfa bo'lsa, bu ham alfa yoki teng belgilarni qo'yib qo'yamiz. Xo'p, ABC. Xo'p, ABC qani? ABC mana bu katta uchburchak. Xo'p, va ABC va ABD uchburchaklarining perimetrlari mos ravishda hop 37 va 24. AC tomonining uzunligini toping. Xo'p, keling, oddiygina belgilashlar kiritib ketaylik bo'lmasa. Mana bu ADC uchburchakka qaraydigan bo'lsak, bu teng yonli bo'lib qo'yiladi. Chunki asosidagi ikkita burchagi teng. Agar bu tomon A bo'lsa, bu ham A. Asosni B deb qo'ya qolaylik, osongina. Xo'p, endi-chi. Mana bu AB va BD tomonlar bizga noma'lum. Mana bu bo'lsin, bu C, mana bu tomon X bo'lsin. Xo'p, bizda berilganlar ABC uchburchak perimetri. Xo'p, ABC uchburchak perimetri C plus X plus A plus B ga teng, bu 37 ekan. Endi ABD uchburchakda perimetri ABD uchburchagimiz perimetri C plus X plus A bo'lyapti. Va mana shu 24 ga teng. AC tomon uzunligini toping. AC bizda qaysi tomon edi? Mana bu B. Qaranglar, mana buni ayirib olsak chiqib qolar ekan o'zi. C bilan C, X bilan X, A bilan A ketdi. B teng 13.
Ko'rinishdan qo'rqinchli, lekin juda ham sodda bo'lgan masala ekan. Xo'p, demak bizda asl tomon uzunligi 13 bo'lyapti. Bu bo'lsa B varianti berilgan. Xo'p, 16-masala. Xo'p, ko'pni o'zgartirib olamiz. Xo'p, 16-masala. Uchburchakning ikkita tomoni 0,8 va 1,9 ga teng. Uchinchi tomonning uzunligi butun son ekanligini bilgan holda shu tomonni toping. Xo'p, uchinchi tomon uzunligi butun son ekanligi. Qaranglar, bitta tomoni mana tushuntirish uchun chizmasini ham chizaman. 0,8 bitta tomoni, ikkinchisi 1,9, uchinchisi qanaqadir bitta A soni bo'lyapti. Shu A bizda butun son ekan. Shu A necha bo'lishi mumkin? Xo'p, uchburchak tengsizligi yana A kichik bo'lyapti, 2,7, ya'ni ikkala tomon yig'indisidan katta bo'lyapti, ularning ayirmasidan. Demak, A bizda butun son bo'lsa 2 bo'lishi mumkin. Demak, 2 bizda B varianti berilgan. Xo'p, 17-masala. Uchburchakning ikkita tomoni 0,5 va 7,9. Uchinchi tomonning uzunligi butun son ekanligini bilgan holda shu uchburchak tomonni toping. Bu ham hozirgi masala bilan bir xil ekan. O'sha A tomonimiz 0,5 bilan 7,9 yig'indisi, ya'ni 8,4 dan kichik va katta bo'lyapti. Ularning ayirmasi 7,4 dan katta. Demak, A teng bo'lishi mumkin 8 ga. A variant. Xo'p, 18 uzunligiga teng bo'lgan kesmalar berilgan. Bu kesmalardan tomonlari har xil bo'lgan nechta turli uchburchak yasash mumkin? 18 1 3 5 7 va 9 ga teng bo'lgan kesmalar berilgan. Bu kesmalardan tomonlari har xil bo'lgan nechta turli uchburchak yasash mumkin? Xo'p, masalan, uzunligi 1 ga teng bo'lgan kesmani ishlatadigan bo'lsam, qolgan ikkita tomoniga necha olishim mumkin? Xo'p, demak, 3 bilan 5 olmaydi, chunki ayirmasi 2 bo'lib qoladi. 5 bilan 7 olmaydi, 7 bilan 9 olmaydi. Demak, 1 bilan uchburchak yasash mumkin emas ekan. 1 ni umuman aralashtirish mumkin emas ekan. Hozir bu yerda endi. Xo'p, bizda qolyapti 3, 5, 7, 9 sonlari, raqamlari. Xo'p, endi bitta tomoni 3 bo'lsa, qolgan ikki tomoni necha bo'lishi mumkin? 5 bilan 7 bo'lishi mumkin. Xo'p, yoki 7 bilan 9 bo'lishi mumkin. Mana shu yerda o'zida ikki xil bo'lyapti. Endi bitta tomoni 5 bo'lsa-chi? Xo'p, 5 bo'lsa, 7 bilan 9 olish mumkin. Endi misol 7 bilan 3 ham bo'lishi mumkin, lekin 3, 5, 7 ni bundan oldin 3, 5, 7 qilib sanab ketganmiz. Xo'p, endi yoki bo'lmasa necha bo'lishi mumkin? Endi men bu tomonga 3 yoza olmayman. 9 kelganda 3 kelmaydi. Sababi 5 bilan 3 yig'indisi 8 bo'lib qolyapti. Bu bo'lsa 9 dan kichikligi ma'lum. Xo'p, demak, ikkinchi holatda mana bu tomon 5 bo'lganda yoki 7 bilan 9 yoki 7 bilan 3. Xo'p, endi 7 bilan 7, 3, 5 ni bitta oldinda sanab ketganmiz. Xo'p, bizda bu vaziyatda bitta holat bo'lyapti, xolos. 7 bilan bo'lsa tomoni. Xo'p, bitta tomon 9 bo'lganda bu yog'iga 3 olishim mumkin. Xo'p, yoki 5 olishim mumkin. Xo'p, 3, 7, 9 variantini ko'rganmizmi? 3, 7, 9 ko'rgan ekanmiz mana birinchi holatda. 3, 7, 9 da. Xo'p, 7, 5, 9 chi. 7, 5, 9 ham ko'rgan ekanmiz. Xo'p, 7, 5, 3 ni ham ko'rganmiz. Xo'p, bo'ldi. Demak, jami bizda 3 ta bo'lyapti, xolos. Bu kesmalar orqali 3 ta uchburchak yasash mumkin ekan. B variant. Demak, bizning to'g'ri javob B variantda berilgan. Xo'p, 19-masala. Teng yonli ABC uchburchakda A va C burchaklar teng. Teng yonli ABC uchburchagida A va C burchaklar teng. Xo'p, mana A, mana B, mana C uchlari. A va C burchaklar teng. Bu ikkalasi o'zaro teng.
ABni ASga nisbati, ABning ASga nisbati 5/3 kabi. 5x 3x. ABdan ASni ayiradigan bo'lsak 2x bo'lyapti va bu 3 ga teng ekan. Demak x teng 1,5. Xo'p, uchburchak perimetrini toping. X teng 1,5 bo'lsa bu tomonimiz 7,5, bunisi ham 7,5, sababi bu teng yonli. Asosimiz 4,5. Hammasini qo'shib qo'yadigan bo'lsak bizda 19,5 hosil bo'lyapti. Demak, perimetrimiz 19,5 ga teng ekan. Bu bo'lsa A variantida berilgan. Xo'p, 20-chi. Xo'p, misol uchburchakning tomonlari 9, 15 va x ga teng. Uchburchakning yarim perimetri qaysi oraliqqa tegishli bo'lishi mumkin? Xo'p, o'z uchburchagimiz perimetri 9 qo'shilgan 15 qo'shilgan x ga teng. Endi yarim perimetr deyilganda shu perimetrning yarmi nazarda tutiladi. Xo'p, endi mana shuni biz oralig'ini topishimiz kerak ekan. Xo'p, o'zi mana bu x ning qiymatlari necha bo'lishi mumkin? Uchburchagimiz tomonlari agar 9, 15 x bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymatlari o'zi aslida bu yog'i 24 gacha, bu yog'i 6 dan boshlab. Xo'p, 6 dan 24 gacha bo'lishi mumkin. Endi bizda mana bu ifoda nimaga teng? X plus xo'p 24 taqsim 2. Bizga mana shuni oralig'i kerak, qiymatlar oralig'i. Bu x taqsim 2 plus 12 ga teng. Xo'p, mana shuni bu orqali hosil qilish mumkin. Qanaqa qilib? Hammasini 2 ga bo'lib o'raman. 6 ni 2 ga bo'lsam 3. X taqsim 2 12. Hammasiga 12 qo'shib o'ramiz. Chap tomonda 15, x taqsim 2 plus 12, bu tomonda 24. Qaranglar, mana bizdagi kerakli bo'lgan x taqsim 2 plus 12 ni qiymatlari oraliga kelib chiqib qoldi. Demak 15 dan 24 gacha ekan. 15 dan 24 gacha. Xo'p, 15 va 24 A variantida berilgan. Xo'p, 21-masala. 21. Uchburchakning balandligi 4 ga teng. Bu balandlik uchburchakning perimetri mos ravishda 16 va 23 ga teng bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Berilgan uchburchakning perimetrini toping. Bular siqasi chiqib ketdi. Xo'p, birinchisi 16 ekan, ikkinchisi 23 ekan. Xo'p, berilgan uchburchakning perimetri P bo'lsa, taqsim 2 bu h ga teng bo'ladi, ya'ni 4 ga P ni mana shu yerdan topib qo'yamiz. Xo'p, P necha bo'ladi endi? 39 ayrilgan 8 31 ga teng bo'lar ekan. Demak, bizda dastlabki uchburchak perimetri 31 ga teng. Tomonlariga teng bo'lgan uchburchak shaklidagi maydonning atrofini o'rash uchun ustunlar o'rnatildi. Agar ustunlar orasidagi masofa 5 metrdan bo'lsa, nechta ustun kerak bo'ladi? Xo'p, bu ozgina endi chalg'ituvchi masala. Xo'p, hushyor bo'lish kerak. 20 ekan bu tomon 20, bu tomon 30. Har 5 metrga ustun qo'yyapmiz. Birinchi 5 metr, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi 5 metr va bu bizda 20 metr bo'ldi. Bu yoqda ham bitta bor. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mana shu holatda qo'yilyapti-da. 5, 5, 5, 5. Endi keyingisi 30. Hop, 5, 10, 15, 20, 25 va 30. Jami nechta ustun ketdi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta, 10ta, 11ta, 12ta, 13ta, 14ta. Xo'p, demak bizga 14 ustun kerak bo'lar ekan. Bu B variantida berilgan. Endi mana shu misolda ko'pchilik xato ish qilib qo'yadi. Qanaqa? Perimetrni topadi. Perimetr 20, 20, 30 bo'ladigan bo'lsa, hop. 70. Hop, 70 ni 5 ga bo'lish kerak. Shunda 14 chiqadi. Hozirgi biz ishlagan bilan bir xil. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lekin ko'pchilik o'ylaydiki, misol bu biz sanayapmiz, bu yog'i bilan ketgandan keyin mana bu boshiga bitta qo'yganmiz, oxiriga yana bitta tushib qoladi. Bitta joyda ikkita hisobga olib o'tib ketyapmiz deydi, birdan ayirib qo'yadi ko'pchilik. 13 ta javob berib qo'yadi. Lekin o'zi aslida hozirgi usul bilan ishlasak ham bo'lardi. Ya'ni bo'lish orqali mana bu chizmasdan. Xo'p,
tushunarli bo'ldi. Mana ko'pchilik qiladigan xato. Mana shu o'ylaydida, bitta tomon mana shu perimetr uzunligi jamisini topib olsam deydi. 70 metr ekan, shunga har 5 metrga qo'yib chiqsam deydi. Ustunlar soni mana bu boshiga bitta qo'yganman, keyin yana 5 ga qo'yganman, yana qo'yganman. Keyin mana bu oxiriga ham bitta qo'yganman. Buni masalan qaytadan yig'ganimda mana bu ikkitasi bitta bo'lib qolyapti. Ya'ni bu bitta joyga biz ikkita ustun qo'yib qo'yapmiz, bittasini chiqarib olish kerak deydi-da, o'rni uchta deb javob olib ketib qoladi. Lekin o'zi aslida unaqa emas. Shuni 70 ni 5 ga bo'lsak, javobimiz kelib chiqaveradi. Demak, bizda B variant. Xo'p, demak, buguncha shular. Keyingi videolarimizda qolgan mavzularimizni ham xudo xolasa yechimlarini yetkazib ulashib borishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Telegram kanalimizga ham silkani, videoni opsiyasida qoldiraman. Bemalol o'tib, mana shu yechimlarni, PDFlarini ham yuklab olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.